Akalar, sizlarga ham Nexia avtomobillarini bezi rasxoti, yaxshi tortmasligi joninglarga tegdimi? Bo'lmasa videoni kuzatib turasizlar. Nima sabab bo'layotganini ko'rsatib o'tamiz. Nexia avtomobili kelgan Surxondaryodan. Avtomobilda bo'layotgan muammo xuddi shunaqa, bezi rasxoti ko'p, bezda gaz ko'tarmayapti. Bunga sabab birinchi o'rinda pamperslarni ko'rishingiz mumkin. Rasvos chiqib ketgan, zang bosib, xohlasa bunga boshqa pamperslar o'rnatib beramiz. Keyin sichalari bunga sabab yana sichalar kuyib ketgan. Rasvos chiqib, yorilib ketgan. Sicha kabellari, injektori ham to'lib qolgan. Xohlasa injektorlarni ham tozalab beramiz. Akalar, xudo xolasa mana stendga qo'yib olganmiz injektorlarni. Injektorda ikkitasi umuman charchmayapti ekan. Ikkitasini ulab qo'yamiz, ikkitasi normal bo'ldi hozir. Ishlashda davom etdi. Ikkitasi hali kam. Xohlasa bularni ham to'g'rilab joyiga qatiramiz. Akalar, buni tagidagi benzin filtrini ham alishtirib beramiz. Pamperslar shunchalik bo'lgandan keyin bu ham albatta to'ladi. Xohlasa shu ishlar qilinadigan bo'lsa, boshida o'rtacha 8 soat atrofida rasxot bo'ladi, 7 ta 8 soat atrofida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar, pastga yo'l qoldiramiz.